Shu qizi sochi zo'rda, qalin, simde, shuning uchun ukladkalari ham o'xshab chiqaveradi deb o'ylasanglar, juda ham adashasizlar. Lekin sochim o'ylaganinglardek zo'r qalin sochlardan emas. O'zim ham sochim bilan atigi 3 yil oldin o'rtoq bo'lganman va hozir sizlarga ukladka uchun yaxshi ko'radigan mahsulotlarimni ko'rsataman. Birinchi o'rinda bu albatta penka для объема. Bunisi juda ham arzon penka, bunisi sal qimmatroq, lekin ikkalasi ham yaxshi ishlaydi. Eng kerakligi sochingizga buni surganingizdan keyin quritayotgan paytingizda yaxshilab quritib olishingiz kerak. Mana bu tarosiz bunaqa ukladka chiqish qiyin. Bu taro bilan men bunaqa qilib объем beraman. Sochimizni bunaqa qilib quritamiz. Oldidan bunaqa qilib quritamiz. Va yana bitta ukladka busiz bo'lmasa bo'lmaydigan narsa, bu teksturizer, bu suxoy shampuy. Примерно ikkalasi o'xshab ketadi, lekin bu oq nalot qoldiradi, bu esa qoldirmaydi. Ukladka qilib bo'lganingizdan keyin mana bu teksturizerni ariza bo'lib, mana bunaqa uzoqdan sepib chiqasiz. Bu ham объем beradi, ham jingalliklaringiz ko'proq qolishiga yordam beradi. Bu bo'lmagan paytda suxoy shampunimni ham ishlatib o'raman. Ikkalasini ham yaxshi ko'raman. Like, kommentariy va сохранение kutib qolaman.